Assalomu alaykum barchaga. IP domofonni flashga qo'yib format qilish va knopkani bosganda rasmga olish funksiyalari yoqish haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz. Buning uchun birinchi o'rinda flashga qo'yasiz. Flashga qo'ygandan keyin bir marta перезагрузка beraverasiz qurilmaga va tepada flashkani rasm turibdi. Shunga kirib turib flashga o'zini format qilib olishingiz kerak bo'ladi. Format qilib bo'lgandan keyin nastroykasiga kirib, buni knopkani bosganda rasmga olish funksiyasini yoqish kerak bo'ladi. Buning uchun siz nastroyka va 3-bo'limga kirasiz. 3-bo'lim kirganda parametr yarliq. Kirganingizdan keyin mana Bыстрый снимок funksiyasi turibdi. Bundan tashqari qo'shimcha funksiyalar ham bor. Bыстрый снимок funksiyasiga kirib turib yoqasiz va tagida kuni bor. Kuni flashkangizga bog'liq, necha kun zapis qilib turishi. Chiqib ketasiz. Bo'ldi, yoqildi. Endi tekshirib ko'ramiz. Bo'ldi, ishladi. Bu yerda o'chiramiz. Endi buni qayerdan ko'ramiz? Ko'rish uchun mana сообщение bo'limiga kiramiz. Сообщение bo'limiga kirganda mana ahamiyat bersangiz, rasmni значог'i turibdi. Mana o'sha oldi rasmga bizni. Shunaqa videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.